Navbatdagi yangi mavzumuz yakuniy dars ekan. Demak, biz shu paytgacha nimalarni bilib oldik, nimalarni o'rgandik, shular haqida gaplashamiz. Xo'sh, demak, biz kasrlarni qo'shish va ayrishni o'rganib oldik. Biz kasrlar nima ekanligi haqida, ularni qanday qo'shish, ayirish haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Demak, shularga doir masalalar yechamiz. Birinchi masalaga e'tibor beradigan bo'lsak, meva solingan har bir yashikning massasini toping debdi. Barcha mevalarning umumiy massasini toping. Xo'sh, demak, meva solingan har bir yashikning massasini topib chiqamiz. Mana birinchi yashik, ikkinchi yashik, uchinchi yashik. Shularning massasini topib chiqamiz. Qanday topamiz? Mana pastiga ifoda berilgan. Shuni natijasi har bir yashikning mevalar bilan birgalikdagi massasiga teng bo'ladi. Xo'sh, demak, 12,7 dan 1 ayrilgan 4,7 dan 4. Xo'sh, qo'shuv 6,7 dan 6. Tenglik birinchi qavsni için bajara olamiz. Demak, 12,7 dan 1 ni kasr qismi, bunisini kasr qismidan kichkina bo'lganligi uchun, demak, 1 butun kasr qismiga qo'shib yuboradigan bo'lsak, demak, 11,7 dan 8 ayrilgan 4,7 dan 4. 11 butundan 4 butun ketsa 7 butun, 7 dan 8 dan 7 dan 4 ketsa, xo'sh, mana bu yerda qo'shishni yozmay ketibman. Xo'sh, mana bu qo'shish 6,7 dan 6 tenglik. Xo'sh, 11 butundan 4 butun ketsa 7 butun, 7 dan 8 dan 7 dan 4 ketsa 7 dan 4. Qo'shamiz 6 butun 7 dan 6 ni. Xo'sh, 7 butunga 6 butunni qo'ysak 13 butun 7 dan 10 bo'ladi. Xo'sh, butun qismini ajratib olsak, buni butun qismi 1 bo'ladi. Noto'g'ri kasr bo'lganligi uchun ajratib olamiz. 13 ga qo'shadigan bo'lsak 14 butun 7 dan 3. Demak, birinchi yashikning massasi 14 butun, mevasi bilan birgalikda 14 butun 7 dan 3 ekan. Ikkinchi yashik olma solingan yashikning massasini topamiz. 3 butun 5 dan 2 qo'shuv 7 butun 5 dan 4. Demak, shunga qo'shish kerak ekan 5 butun 5 dan 3 ni. Qo'shamiz. 3 butunga 7 butunni qo'ysak 10 butun, 5 dan 2 ga 5 dan 4 ni qo'ysak 5 dan 6. Qo'shamiz 5 butun 5 dan 3 ni. 10 ga 5 ni qo'ysak 15 butun 5 dan 9. Demak, buni ham kasr qismi noto'g'ri kasr chiqdi. Aralash songa aylantiraversak, demak 1 butun bo'ladi. 15 ga qo'ysak 16 butun 5 dan 4. Xo'sh, mana bu olma solingan yashik massasi edi. 3-yashik massasini topamiz. 2 butun 3 dan 2 qo'shuv 17 butun 3 dan 1 dan ayirish kerak ekan 2 butun 3 dan 2 ni. Xo'sh, birinchisi 2 butun 3 dan 2 o'zini yozamiz va qavsni ichini qarang. Buni ham kasr qismi, bunisini kasr qismidan kichkina bo'lganligi uchun 1 butun bunga olib beradigan bo'lsak 16 butun 3 dan 4 bo'ladi. Ayrilgan 2 butun 3 dan 2. Xo'sh, 2 butun 3 dan 2 ga qo'shamiz. 16 butundan 2 butun ketsa 14 butun, 3 dan 4 dan 3 dan 2 ketsa 3 dan 2. Xo'sh, butun qismlarni qo'shamiz. 16 butun 3 dan 2 ga 3 dan 2 ni qo'ysak 3 dan 4. Demak, buni ham kasr qismi noto'g'ri kasr chiqqanligi uchun 1 butunni 16 ga qo'shaversak 17 butun 3 dan 1 bo'ladi. Xo'sh, endi savolga e'tibor beramiz. Aytayapti, har bir yashikning massasini toping. Xo'sh, topdik. Mana bu birinchi yashikning massasi. Xo'sh, nok solingan yashikning massasi. Xo'sh, bunisi ikkinchi yashikning massasi. Mana bunisi esa 3-chi. Mana bu
meva solingan yashikni massasi. Endi barcha mevalarning umumiy massasini toping deyapti. Qarang, mevalarning umumiy massasini toping deyapti. Xo'sh, biz hozir butun qismlarni qo'shib chiqamiz, chunki butun qismlar mevalar og'irligiga teng deymiz. Xo'sh, kasr qismlarni yashikni massasi deymiz. Xo'sh, masalan, mana bu yashik bilan nok birgalikda 14,7 dan 3 kilogramm chiqdi. 14 kilogramm nokni og'irligi bo'lsa 7 dan 3 yashikni og'irligiga teng deymiz. Bo'lmasa uchalasini qo'shadigan bo'lsak, hammasi har xil mahrajli kasrlar. Biz har xil mahrajli kasrlarni hali qo'shishni o'rganmadik. Demak, kasr qismini yashikni og'irligi deb tashab qoldiramiz va butun qismlarni qo'shamiz. Demak, nokning og'irligi 14 kilogramm, olmaning og'irligi 16 kilogramm. Xo'sh, mana bu meva, xo'sh, bu nima edi? Xo'sh, qaraylik, bunda yo'q boshqami? Demak, 17 kilogramm. Birinchi meva 14 kilogramm, ikkinchi meva 16 kilogramm, uchinchi meva esa 17 kilogramm ekan, qo'shamiz. 14 ga 16 30, 30 ga 17 ni qo'ysak 47 kilogramm. Demak, jami mevalarning og'irligi 47 kilogramm ekan. Xo'sh, davom etamiz. Biz kasrni natural songa ko'paytirishni o'rganib oldik. Ikkinchi masala, ifodalar tuzing va ularni hisoblang debdi. Xo'sh, 7 ga ko'paytirilganda 2 dan 1 soni. Xo'sh, 7 ga ko'paytirilgan 2 dan 1 soni. Demak, A shartiga 2 dan 1 ni 7 ga ko'paytir deyapti. Xo'sh, ko'paytmani yig'indiga almashtirish mumkin yoki o'zimiz bilganda kasrni natural songa ko'paytirishni o'rgandik. Nima qilardik? Mahrajni o'zini yozib, suratni shu natural songa ko'paytirish kerak edi. Xo'sh, 2 dan 7. Xo'sh, 2 dan 1 kasrni 7 ga ko'paytir degani, mana shu 2 dan 1 ni 7 marta bir-birovga qo'shish kerak edi. Xo'sh, mahraj o'zi bo'ladi, 7 dan 1 ni yig'indisi 7 bo'ladi. Besi. 100 ga ko'paytirilgan 8 dan 5 soni. Demak, 8 dan 5 sonini 100 ga ko'paytirish kerak ekan. Xo'sh, mahrajni o'zi surat bilan shu natural sonni ko'paytirib qo'yamiz. Bu bo'ladi 500 taqsim 8. Aralash songa aylantiradigan bo'lsak, 50 ni ichiga 6 marta bu 2 qoldiq. 20 ni ichiga 20 ni ichiga 2 marta bu 4 qoldiq. 8 dan 4. Xo'sh, buni ham aralash kasrga aylantiradigan bo'lsak, 3,2 dan 1. Desa 36 ga ko'paytirilgan 10 dan 7 soni. Demak, 10 dan 7 sonini 36 ga ko'paytirish kerak ekan. Ya'ni mahrajni o'zi, demak, suratni shu natural songa ko'paytiramiz. 10 dan 6 kara 7 42 ni ikisi 4 o'dilda, 7 kara 3 21, 4 o'dilagi bilan 25. Xo'sh, demak, 250 ga 10 ga bo'ladigan bo'lsak, 25 butun 10 dan 2 bo'ladi. Esi 82 ga ko'paytirilgan 14 dan 9 soni. Demak, 14 dan 9 sonini ko'paytirish kerak ekan 82 ga. Demak, yana mahrajni o'zi, 82 ni ko'paytiramiz 9 ga. 14, 2 kara 9 18, 8 1 dilda, 8 kara 9 72 1 dildagi bilan 73. 738 taqsim 14. Demak, shuni ko'paytiramiz, bo'lamiz 14 ga. 73 ni ichiga 14 5 marta bu. 5 kara 14 70, 3 qoldiq. 38 ni ichiga 2 marta bu. 2 kara 14 28, demak qoldiq 10, 14 ni o'zi. Xo'sh, mana ifodalar tuzdik va ularni. Uchinchi masala, bu ikki dalaning yuzini kvadrat metrlarda toping. Bir dalaning yuzi ikkinchi dalaning yuzidan qancha katta deyapti. Xo'sh, demak, mana bu birinchi dala, bu ikkinchi dala, ikkalasini ham yuzini kvadrat metrda toping deyapti. Biz bilamizki, to'rt burchak shaklidagi maydonni yuzasini topish uchun uni bo'yini eniga ko'paytirish kerak. Demak, ko'paytiramiz. S teng 70,2 dan 1 metr ko'paytirilgan 40 metr. Xo'sh, buni noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz dastlab. Aralash sonni shunchaki natural songa ko'paytirish imkoni yo'q. Oldin noto'g'ri kasrga aylantirib olish kerak. Xo'sh, 2 dan
Mana yozib qo'yibdi o'zi. 141 ko'paytirilgan 40. Demak, 141 ni 40 ga ko'paytiramiz. 2 dan 4 kara 1 4, 4 kara 4 16 ni 6'si 1 dilda, 4 kara 1 4, 1 dildak bilan 5, orqasiga bitta 0 yozadigan bo'lsak, 5640 metr kvadrat. Xo'sh, 2 ga bo'laveramiz. 5 ni ichiga 2 marta bu, 1 qoldiq. 16 ni ichiga. Xo'sh, 16 ni ichiga 8 marta bu, 4 ni ichiga 2 marta, 0 ni ichiga 0 marta. Demak, birinchi dalaning yuzi 2820 metr kvadrat ekan. Demak, bu S1 edi. S2 ni topamiz. Mana bu ham to'g'ri to'rtburchak shaklida. Demak, bo'yini eniga ko'paytiramiz. Bo'yi 50,3 dan 1 metr ekan. Shuni ko'paytirish kerak 78 metrga. Demak, birinchi bo'yini dastlab noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak, 3 dan 151, mana yozib ham qo'yibdi. Metr ko'paytirilgan 78 metr. Demak, 3 ni o'zi 151 ni ko'paytiramiz 78 ga. Xo'sh, metr kvadrat. Xo'sh, 151 ni 78 ga ko'paytira olaylik. 8 kara 1 8, 8 kara 5 40 0 4 dilda 8 12. Xo'sh, 7 35 ni 5i 7 3 dildagi bilan 10. Xo'sh, 8 7 7 1. Xo'sh, 1. Demak, bu bo'ladi 3 dan 11770 8 metr kvadrat. 3 ga bo'laveramiz. 11 ni ichiga 3 marta bu. 2 qoldiq. 27 ni ichiga 9 marta bu. 7 ni ichiga 2 marta bu. 1 qoldiq. 18 ni ichiga 6 marta bu. Metr kvadrat. Endi aytyapti, bir dalaning yuzi ikkinchi dalaning yuzidan qancha katta? Demak, ikkinchi dalaning yuzasi birinchi dalaning yuzasidan kattaroq ekan. Xo'sh, qanchaga katta deganligi uchun ikkinchi dalani yuzasidan 3926 dan ayiramiz birinchi dalani yuzasini 2820 ni. Xo'sh, 6 dan 0 ketsa 6, 2 dan 2 ketsa 0, 9 dan 8 ketsa 1, 3 dan 2 ketsa 1 metr kvadrat. Demak, javob ikkinchi dalaning yuzi, ikkinchi dalaning yuzi birinchi dalaning yuziga nisbatan 1106 metr kvadratga katta. Xo'sh, biz sonning ulushini topishga doir masalalarni yechishni o'rgandik. 4-masalani o'qiyman. Demak, shu ulushni topishga doir masala ekan. O'quvchi tabiatshunoslik fanidan loyiha topshirig'ini 1 soat 40 minut ichida bajarishni mo'ljalladi. U bu vaqtning 5 dan 2 qismini ma'ruza tayyorlashga, qolgan vaqtini esa maket yasashga sarflamoqchi edi. Lekin ma'ruza tayyorlashga mo'ljaldagidan 20 minut ko'proq, maket yasashga esa 10 minut kamroq vaqt ketdi. Xo'sh, qaysi ishga ko'proq vaqt ketgan, qanchalik ko'p vaqt ketgan? Xo'sh, demak, o'quvchi tabiatshunoslik fanidan loyiha topshirig'i bajarmoqchi. U mo'ljal bo'yicha, demak, o'zini mo'ljali bo'yicha loyiha ishini 1 soat 40 minutda bajarishni o'yladi. Xo'sh, endi aytayapti, u bu vaqtning, mana shu vaqtning buni 5 dan 2 qismini, demak 1 soat 40 minutni oldi minutga o'taylik. 1 soatimiz 60 minut, 40 ni qo'ysak 100 minut. Xo'sh, mana shu 100 minutning 5 dan 2 qismini ma'ruza tayyorlashga. Demak, ma'ruza tayyorlashga umumiy vaqtining 5 dan 2 qismini sarflamoqchi. Xo'sh, maket tayyorlashga esa
qolgan vaqtini maket tayyorlashga sarflamoqchi. Qolgan vaqtini sarflamoqchi. Xo'sh, endi aytibdi. Lekin ma'ruza tayyorlashga mo'ljaldagidan 20 minut ko'proq, maket yasashga esa 10 minut kamroq vaqt ketdi. Qaysi ishga ko'proq vaqt ketgan, qanchalik ko'p vaqt ketgan? Xo'sh, demak 100 ni ma'ruza tayyorlashga ketgan vaqtini topamiz. 5 ga bo'lsak, bir qismi kelib chiqadi. 20. 2 qismi degan uchun 20 ni ko'paytiramiz 2 ga 40. Demak, ma'ruza tayyorlashga 40 minut vaqt mo'ljal bo'yicha 40 minut sarflamoqchi edi. Xo'sh, ammo u mo'ljaldagidan 20 minut ko'proq vaqt sarflayapti. Demak, 40 ga qo'shsak 20 ni 60 minut. Demak, ma'ruza tayyorlashga 60 minut vaqt ketdi. Xo'sh, mo'ljal bo'yicha o'zi 40 minut sarflamoqchi edi. Maket tayyorlashga esa 60 minut sarflamoqchi edi. Ya'ni 60 ni qayerdan olyapman? Mana bu 100 minutdan mo'ljaldagi 40 minutni ayirsak, 60 minut maket tayyorlashga qoladi. Demak, 60 minut maket tayyorlashga sarflamoqchi edi, ammo 10 minut kamroq vaqt ketdi mo'ljaldagidan. Ayiramiz 10 ni 50 minut. Demak, bu ma'ruzaga ketgan vaqti, bunisi esa maket yasashga. Xo'sh, endi savol aytayaptiki, qaysi ishga ko'proq vaqt ketgan? Demak, ma'ruzaga ko'proq vaqtini sarflayapti. Ma'ruza tayyorlashga. Xo'sh, maket tayyorlashga esa 50 minut vaqt sarflab, ma'ruza tayyorlashga vaqtidan 10 minut kamroq vaqt sarflayapti. Qanchalik ko'p ketgan degan savolga 60 dan ayiramiz 50 ni 10 minut. Demak, 10 minut ma'ruza tayyorlashga, maket tayyorlashga nisbatan ko'proq vaqt sarflagan. Demak, javob deb yozishimiz mumkin. Javob: qaysi ishga ko'proq vaqt ketgan? Ma'ruza tayyorlashga. Ma'ruza tayyorlashga 10 minut ko'proq vaqt sarfladi. Mo'ljaldagidan ham maketga, mo'ljaldagidan 20 minut ko'proq, maketga esa 10 minut ko'proq vaqt sarflagan. Maket tayyorlashga nisbatan ma'ruza tayyorlashga 10 minut ko'proq vaqtini sarflagan. Xo'sh, davom etamiz. Biz sxema bo'yicha masalalar yechishni uddalay olamiz. Demak, sxema bo'yicha masalalar yechishni ham o'rgandik, uddalay olamiz yechishni. 5-masala: sxema bo'yicha masala tuzing va uni yeching. Xo'sh, demak, masala tuzamiz. Oralaridagi masofa 600 kilometr bo'lgan ikkita avtomobil bir-biroviga qarab yo'lga chiqdi. Xo'sh, birinchisining tezligi 80 kilometr taqsim soat, ikkinchisining tezligi esa uning 8 dan 7 qismiga teng. Ular qancha vaqtdan keyin uchrashadi deb masala tuzsak bo'ladi. Xo'sh, demak, qisqa shartini tuzamiz. Birinchi avtomobilning tezligi, demak, V1 deyman. Birinchi avtomobilning tezligini 80 kilometr taqsim soat deyapti. V2, demak, ikkinchisining tezligi uning 8 dan 7 qismiga teng. Demak, 80 ni 8 ga bo'lib, natijani 7 ga ko'paytirsam, ikkinchisining tezligi kelib chiqadi. Chunki 8 ga bo'lgan paytimiz bir qismi kelib chiqadi, 7 qismi teng deganligi uchun 7 ga ko'paytiramiz. 80 ni 8 ga bo'lsak 10, 10 ni 7 ga ko'paytirsak 70. Demak, ikkinchi avtomobilning tezligi 70 km taqsim soat ekan.
Xo'sh, endi oralardagi masofa 600 kilometr. Qarang, birinchi avtomobil o'ngga qarab harakatlanyapti, ikkinchi avtomobil chapga tomon harakatlanyapti va ikkalasi birgalikda mana shu 600 kilometr masofani bo'syapti. Demak, bu 1 soatga 80 kilometr yursa, bu 1 soatga 70 kilometr yursa, ikkalasi 1 soatga qancha yaqinlashadi? Demak, ikkalasini tezligini qo'ysak, o'shancha yaqinlashadi. Demak, 80 kilometr taqsim soatga qo'shamiz 70 kilometr taqsim soatni, bu teng bo'ladi 150 kilometr. Xo'sh, ana endi ikkita avtomobil bir-biroviga 1 soatga 150 kilometrga yaqinlashar ekan. Ya'ni 1 soatda ikkalasi birgalikda 150 kilometr masofani bosadi. 600 kilometr masofani qancha vaqtda bosib uchrashadi ular deyapti. Demak, 600 ni bo'lamiz 150 ga teng chiqadi 4 soat. Demak, ikkita avtomobil ham 4 soatdan yurib, mana shu yerga kelib uchrashishar ekan. Xo'sh, bu 4 soatga qancha bo'ladi? 80 ni ko'paytiramiz 4 ga 320 kilometr masofani birinchi avtomobil bosadi. Xo'sh, 70 ni ko'paytiramiz 4 ga 280 kilometr mana bu avtomobil bosadi va ikkalasi birgalikda mana shu 600 kilometr masofani bosib o'tadi. Xo'sh, javob deydigan bo'lsak, 4 soatdan keyin uchrashadi. 4 soatdan keyin ikkita avtomobil bir-biri bilan uchrashadi. Oltinchi misol, demak biz kasrlar qatnashgan tenglamalarni yecha olamiz debdi. Xo'sh, demak tenglamalarni yeching. Dastlab o'zini yozib olaylik. 7,9 dan 5 qo'shilgan x ayrilgan 2,9 dan 2 teng 6,9 dan 8 ga. Xo'sh, mana bu kamayuvchi, ayriluvchi ayirma. Noma'lum kamayuvchini topish uchun ayirmaga ayriluvchini qo'shamiz. 7,9 dan 5 qo'shilgan x teng 6,9 dan 8 ga qo'shamiz 2,9 dan 2 ni. Xo'sh, 7,9 dan 5 qo'shuv x teng ekan 6 ga 2 ni qo'shsak 8,9 dan 10. Xo'sh, buni butun qismini ajratib oladigan bo'lsak 7,9 dan 5 qo'shuv x teng bo'ladi 9,9 dan 1 ga. Xo'sh, ana endi mana bu qo'shiluvchi yig'indi noma'lum qo'shiluvchini topish uchun, demak yig'indidan 9,9 dan 1 dan ayiramiz 7,9 dan 5 ni. Demak, mana buni o'zida yozsak bo'lar ekan, chunki hozir yana o'sha holatga qaytarib ketiramiz. Mayli. Xo'sh, x teng 8,9 dan 10 ayrilgan 7,9 dan 5. X teng bo'ladi. 8 dan 7 ketsa 1,9 dan 10 dan 9 dan 5 ni ayirsak 9 dan 5. Demak, x ni qiymati 1,9 dan 5 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi 11,8 dan 3 ayrilgan y ayrilgan 1,8 dan 7 teng ekan 2,8 dan 5 ga. Xo'sh, kamayuvchi, ayriluvchi mana shu qavs bilan birgalikda ayirma. Noma'lum ayriluvchini topish uchun kamayuvchidan ayirmani ayiramiz. Y minus 1,8 dan 7 teng kamayuvchi 11,8 dan 3 dan ayiramiz 2,8 dan 5 ni. Xo'sh, y ayiruv 1,8 dan 7 teng mana buni kasr qismi kichkina bo'lganligi uchun kattalashtiramiz. 10 butun deymiz 8 dan 11. Chunki 1 butunni bunga qo'shib yubordik. Ayrilgan 2,8 dan 5. Xo'sh, y ayiruv 1,8 dan 7 teng ekan 10 butundan 2 butun ketsa 8 butun, 8 dan 11 dan 8 dan 5 ketsa 8 dan 6. Xo'sh, kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma. Noma'lum kamayuvchini topish uchun ayirmaga ayriluvchini qo'shamiz. 8,8 dan 6
qo'shuv 1,8 dan 7. Demak, y ni qiymati teng bo'ladi. 8 ga 1 ni qo'ysak 9,8 dan 13. Xo'sh, butun qismini ajratib olamiz buni. Y teng 10,8 dan 5 ekan. Y ni qiymati. Xo'sh, 7-masala. Demak, biz aralash kasrlar, noto'g'ri kasrlarni esa aralash kasrlarga aylantira olamiz. Xo'sh, 7-sida aytayaptiki, tengliklar to'g'rimi tekshirib ko'ring. Demak, 4,5 dan 1 bu aralash kasr. Shu noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Noto'g'ri kasrga aylantirish uchun bir eslaymiz. Demak, mahrajni o'zini yozib, butun qismi bilan mahrajni ko'paytirib, mana bu suratni qo'shishimiz kerak edi. 4 kara 5 20, 1 ni qo'ysak 21, mahrajga esa 5. Demak, to'g'ri ekan bu. Endi noto'g'ri kasrdan aralash songa o'tishni ham bir eslaylik. Noto'g'ri kasrdan aralash kasrga o'tish uchun mana bu kasr chizig'i bo'lish ma'nosini bildirardi. 21 ni, ya'ni suratni mahrajga bo'lamiz. 21 ni 5 ga bo'lsak 4. Demak, to'liqsiz bo'linmani butun qismi deb yozib, kasr chizig'i yozamiz. Mahrajni o'zi, suratga esa 4 kara 5 20. Mana bu 21 dan 20 ni ayiramiz, 1 qoldiq, suratga yoziladi. Demak, 4,5 dan 1. Demak, mana bunisi to'g'ri ekan. Ikkinchisiga o'tamiz. 76 bo'lingan 9. Xo'sh, 76 ni 9 ga bo'lamiz. 8 butun. 8 kara 9 72. 9 dan 76 dan 72 ni ayirsak 4. Demak, 4,9 dan 8 yozilgan bu yerda. Demak, bu xato. Mana o'rni almashgan. Bu qanday songa tengligini topaylik. 4,9 dan 8. Demak, aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirish uchun butun qismi bilan mahrajni ko'paytirib, suratni qo'shishimiz kerak. 4 kara 9 36, 8 ni qo'ysak 44 taqsim 9. Demak, mana bu son bunga teng bo'lar ekan. Demak, bu xato bajarildi. Keyingisi 48 taqsim 3. Xo'sh, bu kasr chizig'i ma'nosi bo'lish. 48 ni 3 ga bo'lsak 16 bo'ladi. Demak, bunisi to'g'ri bajarilgan.